Şarman turayım bolajonlarga. Romanovich Mirziyoyev, sizga hurmat bugun. Hey. Rahmat. Polvon tayyormisiz? Yaratgan Alloh o'zi kuch quvvat ato etsin. Bosib qaytarmasdan. Bir xalq, bir ovoz, bir orzu bor. Dunyo eshitsin. Biz kuchimiz Bosib. Borayotgan qo'shi bolasi endi polvon qirq marotaba. Bos! Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, mana qirqdi. Qarsiylar bilan mana bu sizlarga sovg'asi. Ikkita tosh bitta qo'lda. Cho'ling qarsiyimizni. everyone together. It's coming again. Rahmat! Ovozi bilan bitta qarsiy bo'lsin polvon uchun. Yasha otasini bolasi. Rahmat! Toshlarni endi olib qo'ying, nima bo'lsa bo'ldi, mashinani olib kiring. Polvoniga diyosini ustiga shipni qo'yinglar. Mana shu mashinani og'irligini bolani bir ko'ksiga olib chiqib to'xtatib qo'yaylik. Sizlardan qarsiy, tomosha, marhamat. Let's blast it. Polvon silasi bilan. Rahmat, mashina yaqinlashtirib oling. Qaranglar sizlar. Mana shu holatda, to'xta turing. Hali polvon tayyor emas, to'xta turing. Mana shu holatda bo'ladi, shunday tursin. Mashina ustidan bosib o'tsin. Aka. O buchiroq tomosha qiling, o'tirib olib, ko'pchilik ko'ryapti-da, to'siyapsiz orqasidan. Mana shu holatga e'tibor bering. Bolani ustiga bosib chiqishga harakat qilsin. Aba, hey! Alloh o'zi asrasin. Ozgina xatolik, hey! Ya avtobusga chiqqaningiz yo'q. Bolalar ustiga chiqyapsiz, qarayapsiz, sizlar e'tibor bering. Mana shu holatda mashina yurib keladi, 1 2 3. Rahmat, polvon tayyor bo'ling-da. Mashina mana shu joyga yetib kelganda, sizlardan bitta ovozi bilan qarsiy bo'ladi. Sababiki bilandan mashina mana shu joyga yetib kelganda. Ama mashina chiqayotgan payt qarsiy cholish esdan chiqib qolmasin, ha? Yana mashina oldiga qarab o'tib ketib qolmasin. Yaxshi ko'z, yaxshi nazar bilan tomosha qilganlar murodaga yetsin. Marhamat. Mashina to'g'riladi. Ana shunday holatda. Rahmat. Polvon, tayyormisiz? Alloh o'zi kuch quvvat ato etsin. Parvoz aka tayyormisiz? Hushyor bo'lasiz, omali yigit. Alloh o'zi asrasin, xavfli tomosha. Sekin astalik bilan bosib, xalqimga qarshi cholganda to'xtaysiz. Qara, marhamat azizlar. Muzika.
hushyor bo'lib. Hali osting. Ey, voy emas, ovozi bilan. Suv doktor bormi? Ya Parisa bormi? Ya ovozi bilan qasiy bormi? 20 baholdi. Abror palvon xizmatchilarga. Barakalloh. Rahmat. Mashinani oldiga, mashinani oldida uzmasdan palvon bosqali. Qarsibini bosdik. Hasadbek muzikani oching qani. Yashasin, oching. To'xtab turing. Boshdan orqaga oling, polvonni oyog'i sirib qolib ketmasin. Mana shu turbaga to'g'rilab bering. Belag'asi bo'lsin, ko'ramiz tomoshabinlar marhamat. Oling, oldiga oling. Shor bo'ling. Barakalloh. Bosing. Qani. Rahmat. Aka, qarang. Siz ichganda biz xalaqit qilibmi? Bizga ham xalaqit qilmaydi, iltimos. O'tib, polvon sizlar uchun mehnat qilyapti, o'tirib tomosha qiling. Bilag'asi bo'lsin, boshqa bilan tomosha bo'lsin. Bosing qani. Shor bo'ling. Polvon sizlar salomlar. Rahmat. Aka moshdan orqaroq o'tiring. Moshtaga arqonlarni bog'lab olaylik. Sababiki qo'lisi qonab ketmasin. Va olib chiqinglar, yigitlar arqonlarni bog'langlar, marhamat. Barakalloh. Azizlar e'tibor bering. Hozir yotgan holda ko'targan bo'lsa, endi moshini old tomondan yuqoriga dast ko'tarishga harakat qilsin. Lekin manmanlik faqat Allohga xos. Ko'taradi, to'xtalik qilmaymi? Allohimdan kuch-quvvat kelsa, chetda turgan mard xalqimni bitta ovozi bilan qarshi bo'lsa, ko'tarmasdan ham qo'ymaydi. Azizlar, men ishda boshdan oldim. Polvon tomoshasini o'ziga o'xshagan mard insonlarga qo'ydim. Tomoshani ko'rib, yuzi teskari qarab ketadigan nomard qo'ylagan yo'q. Polvonni haqiga pul bermasangiz ham mayli, qancha pulingiz bo'lsa cho'ntagingizda turibdi. Agar malol kelmasa 2 daqiqaga shuni o'tirib qo'lingizni bir duoga oching, ilohi olim. Ezra, agar malol kelmasa 2 daqiqaga shunda o'tirib qo'lingizni bir duoga oching. Barchamiz ham musulmon bandalarimiz. Labzimizda kalima-i shahodatimiz bor, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deymiz. Gastro safarlarda ko'p yuramiz. Ba'zi bir joylarda shunday tomoshalar ko'zini bo'lib ekan, qo'lingni bir duoga oching. Otang bilan onangda haqqiga duo qilamiz. Mana bu tomoshalarni ko'rishga vaqti bor. Duoga kelgan paytda sekin teskari qarab olsin. Bo'lmasam yoniga sherigi bilan gaplashib turadi. Bo'lmasam qo'lini bundoq qilib yurib qo'ysin. Akalar, kim bo'limizga bu duoda yuz bersin. Chunki xalqimni jamoatda qo'lini duoga ochqizib, men nima duo qilaman? Agar adashmaydigan bo'lsam, mana shu yerda tomosha qo'yishganimizga 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yildan buyon har kuni akalarim, kendilarim kelishadi. Ahorbiy xalqim yig'ilgan paytda, jamoat yig'ilgan paytda xalqimdan bir duo olib bersangiz. Xudoga shukr, uyim bor, pulim bor, mashinam bor, hech kimdan kam joyim yo'q. Lekin ishdan qaytayotgan paytimda halol ishlagan pulim yo'q. Bir donagina shirinlik olib beray desam, farzandim yo'q. Bir tirnoqqa zo'rman deb akalarim, kendilarim kelishadi. Bir duo qilaylik.